Assalomu alaykum Tursunoy opa. Bizni oilamiz juda ham ahil inoq edi. Ya'ni xo'jayinim va men ahil inoq umr kechirdik. Yaqinda o'g'limizni uylash taraddudidamiz va mana shu to'y arafasida uyni ta'mirlash uchun yig'ib terib qo'ygan pulimiz bor edi. Yaqinda esa xo'jayinimning akalarining farzandi sog'ligi yomonlashgani bois pul so'rab turibdilar. Xo'jayinim ularga ana shu pulni bermoqchi. Men esa uyni ta'mirlashni boshlab qo'yganman. Hozirda shu bo'yicha xo'jayinim ikkalamiz o'rtamizda kelishmovchilik yuzaga kelyapti. Bizga to'g'ri yo'l ko'rsating deganlar. Oyim, siz xursandchilik uchun, to'y uchun tadorik ko'ryapsiz. Bunga yetganlar bor, yetmaganlar bor va shu to'yingizni chiroyli bo'lishini va kelinni ahorli uylarga kutib olishni xohlayapsiz. Bu yaxshi niyat, bu chiroyli niyat. Ilohim shu niyatingizga yetkazsin. Lekin aka ukani orasi qay darajada? Juftingizni akasini fe'li, atvori qay darajada? Yaxshilikni biladimi, bilmaydimi? Undan qat'iy nazar, oyim, hech kim bolam demasin. Hech kim bolasini umri masalasida, bolasini sog'ligi masalasida haligi ikki yo'lda o'rtasida qolib qolmasin. Siz kuyovingizni gapiga darhol kiring. Agar shu jiyani akasini farzandi sizni pulingiz bilan tuzalib ketadigan bo'lsa, uylamoqchi bo'lgan bolangizni nechta farzand ko'rsa, Alloh inshaalloh hammasini bemorchiliklardan muhofaza qiladi. Siz boshida birovni bolasini saqlab qolganingiz uchun o'rgilaysizdan boshlab qo'ygan joyingizni shunday qoldiring. Kuyov kelin keladigan uyda epaqaga keltiring. U siz uchun beryapti bolasini, o'g'lingizni sifati uchun beryapti, uyingizni go'zalligi, chiroyligi uchun bermayapti. Agar orqama orqa, quloqma quloq siz shu ta'mirlashni puliga ovsiningizni o'g'lini davolatib shu soddagina uyingizga to'y qilishga o'zingiz rozi bo'lganingizni kim eshitsa ichida voy barakalla deydi. Bu duo, bu elni nazari. Bu bilan siz ikki dunyo saodatiga erishib ketishingiz mumkin. Xo'pmi jonim? Hozir darrov turmush o'rtog'ingizga ayting, hayotda shunaqasi ham bo'lar ekanda, men shaytonimni shoxini qayiraman deng. Mayli shu savob ishni qilaylik deng. Agar sizni to'yingizni bilib turib, u o'g'lini uylash uchun yo o'g'lini Rossiyaga jo'natish uchun yoki bitta sigirini ikkita qilib olish uchun berayotgan bo'lsa va bunga eringiz laqillab ko'nayotgan bo'lganda hozirgi jahlingiz chiqishi o'rinli bo'lardi. Hozir esa jon masalasi o'rtada turibdi. Hech kim bolam demasin. Ilohim qo'shayotgan pullaringiz shu bolaga shifo bo'lsin. Tursunoy opajon, sizday yaxshi onalar ko'paysin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deganlar. Navbatdagi SMS: Tursunoy opa, meni xo'jayinim hozirda chet elda. Toki farzandli bo'lgunimga qadar ota-onamnikiga borib yashab tursam bo'ladimi? Mana shu fikrni qaynona-qaynotamga aytmoqchiman, lekin bundan oldin sizdan maslahat so'ramoqchi edim deganlar. Onam qizim, hargiz aytma. Va bu niyatingdan qayt. Hozir sen sinov muddatidasan, jonim bolam. Baribir er-xotin bitta uyda yashagani bilan, bir bo'lishga bosh qo'ygani bilan bu ikkita jism va ikkalasida ikkita shayton o'ynaydi, jonim bolam. Uzoqda yurgan odam ko'p narsani taxmin qiladi. Yaxshi ko'rgan odami uzoqda qolgan odam ayniqsa bezovta bo'ladi. Tushini ham yomonlikka yo'yaveradi. Har xil o'y sanolar bilan mikin qilib yurgan paytda sen ota-onangnikiga izn so'raydigan bo'lsang, degan og'riq ketadi turmush o'rtog'ingning yuragida. Agar shu fikr sendan birinchi chiqadigan bo'lsa, qaynonangni yuragiga nina sanchiladi. Undaq emas. Hatto qaynotang kuyovingiz naryoqda yuribdi,
siz borib uyingizda tura qoling degan taqdirda ham nimaga meni uyim shu yer-ku degan javobni aytish kerak. Hozir qara, xudbinlik bilan aytyapsan-da bu gapni. Nima uchun onangnikiga ketging kelyapti? Onangnikida bunaqa xohlagan, xohlamagan ishingni bajarish yo'q. Xohlasang bajarasan, bo'lmasa yo'q. Demak, ishdan qochyapsan. Hop, uncha-muncha xatolaringni onang aytmaydi, aytsa ham sen pisand qilmaysan. Demak, qaynatangni tanbehlarini malol olyapsan yoki tanbeh bersa ko'tara olmayman deyapsan. Va hokazo. O'zingni xudbinligingni namoyish qilyapsan. Demak, tamom. Sen buni aytmaysan, qaynangdan shu fikr chiqqanda ham ularni inkor qilasan. Hatto turmush o'rtog'ing borida vaqt soati bilan birar kecha uyingda qavm qarindoshlar yig'ilsa yotib qolib yurgan bo'lsang, kuyoving yo'g'ida aynan yotmasdan qaytib kel. Ertalab borib, kechqurun qaytib kel bolam. Mana shu kuyoving yo'qligida voy bolam, bebaho qizni kelin qilibmiz, o'g'lim, ayolingdan biz juda ham rozi bo'ldik degan gapga sazovor bo'lsang, o'sha xonadonda umringni oxirigacha yashil chiroq sen uchun yonib turadi. Xohlagan ishingni o'ynab, kulib, yayrab, deylik o'zingni dasturingni o'tkazib, ularni erkatoyi bo'lib yuraverasan. O'qding-a bolam, bu gap faqat senga emas, sendan boshqa shunday holatdagilarga ham mashi javob. U bo'lsa uyu, yo'q bo'lsa qolgan hammasi kerak emas odam, darrov borib enangni etagiga o'tirib olgin kelyaptimi? Uyat u ish, aynan ey qizim. Yana bir esimiz, Tursunoy opajon, bilasizki, bolalarga davlat tomonidan ajratilgan pulni olamiz. Mana shu bolalar pulini bizni oilamizda qaynonam oladi. Yo kamimizni qilib bermaydi yoki pulni biron qismini bizga bermaydilar. Shu ishlari to'g'rimi? Andijondan deb SMSlarga yakun yasagan. Endi bu Mavludaxon bu qizni beadab ham deb bo'lmaydi. Masalanchi, noto'g'ri aytibsan ham deb bo'lmaydi. Chunki bitta bolani o'zi pampersi o'zi nech pul? Aynan ey bolam. Bitta nonni puliga bitta pampers olasan-da endi. Xo'p. Mana shunaqa paytda uyalib ketaman. Xudo yosh bersa-yu, Xudo farzand bersa, kelin ko'rsa-yu, Xudo nasib qilib nabira bersa-yu, shu darajaga olib chiqib qo'ysa-yu, lekin onalik unvoniga sazovor bo'lgan odamni nafsi shunaqa orqaga qarab ketvorsa, pastkashlikka qarab ketvorsa, xo'p, o'g'lingizni oyligi mayli, keliningiz ishlasa, shu oilani farzandi, uni ham oyligi o'rtaga tushishi kerak. Ishlagan pulini alohida hisoblab mikrobga qo'yadigan kelin yaxshi kelin emas. Onasiga olib borib beradigan yoki faqat o'zini kamiga ishlatadigan qaynota-qaynonasi olmayman sizni pulingizni degan taqdirda ham sinovda ekanligini hisobga olib turib ham yo'q, bitta jonmiz, bitta qozondamiz deyish mumkin. Ammo bolalari uchun berilgan pulni poylab yurib, deylik, orqasidan tushgan qaynana o'sha mana shu kelinga bermasdan hech yo'q shu bolalarni dori darmoniga ishlatasiz, u endi ot bilan tuya bo'ladimi bolani puli? Dori palon so'm hozir. Bolalarni dorisiga ishlatasiz. Yosh bolalik uyda 3 ta so'm turish kerak qizim. Sizga olib chiqib bergan taqdirda ham sizda tursin yoki bo'lmasa bolam, bolalaringizni dori darmoniga men yig'ib qo'yapman. Kerak bo'lgan zahoti men beraman deb aytishingiz kerak. Aksincha, bir marta senga juda nafratlanib bir aytuvdim-u. Namanganga bordimmi? Namanganda edim.
xalq bilan ko'rishib qaytib ketayotsak, shu bir rasmiy idoraga kirib biz ketyapmiz, rahmat xalqni yig'ib berganinglar uchun, ular bizga rahmat aytib, endi xayr xo'sh qilib chiqyotsak, shu menga xat kirgizib yuboribdi-da bitta ayol. Rosa orqamdan mashina olib yuraveribdi, biz u yoqqa kirib ketganimizni bilmay qolibdi-da. Endi men topolmayman shekilli, shu xatni berib qo'ying va xatda yozyapti. Dekret pulini menga bersin kelinim. Onasiga olib berdi. Bu qanday razillik. Shu dekret pulini menga qaytib olib bering deb taksida o'tirib olib, butun shu tumanni biz qaysi burchagi, qaysi Xalta ko'chasida yurgan bo'lsak, o'shalarga borib shuni menga aytmoqchi bo'pti-da. Bu qanday sharmandalik. Aynanay. Endi mana kelindan baribir hozir men o'zimni his qildim-da. Masalan, meni shunaqa sharmanda qilsa kelinim, bu kelinni yaxshi ko'rolmayman-da endi hech qachon. Lekin mana u kelin chorasiz kelinda endi shu. Demak, o'sha bolani puliga zor oila bu. Ro'zg'orda yetishmovchilik bor. Hech yo'q, Xudo bergan bolasini pulini, bolalarini kamko'stiga qo'yib qo'yaylik. Qaynanalikka erishganimiz haqqi. O'sha unvonga sazovor bo'lganimiz haqqi. O'g'illik boyvachcha xotin bo'lganimiz haqqi o'rgilaysizdan. Xo'p. Navbatdagi SMSlar. Tursunoy opa, kelinlarni yo'lga solyapsiz. Buning uchun sizga rahmat. Karimaxon Hoji ona SMSlarga yakun yasaganlar. Keyingi SMS savol. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Har bir dasturda turli mavzular bo'yicha yaxshi nasihatlar, maslahatlar beryapsiz. Farzand tarbiyasi haqida ham bizga, yosh onalarga yo'l ko'rsatsangiz. Qizim 6 yoshda, o'g'lim 4 yoshda. Javobingiz uchun oldindan rahmat. Sizni yaxshi ko'ramiz onajon deganlar. Bolajonim, bolangni tarbiyasi haqida shunday kuyuk har doim yonib tur. Bola shaklidagi seni sir asroring. Seni bola shaklidagi ota buvayni sifati, tarjimai holingni deylik isboti va xullas kalom seni kim ekanliging haqida aniq tahlilni beradigan shaklida yurib turgan laboratoriya. Jonim bolam. Sen mana o'zing shu kungacha sharmanda bo'lmay kelding. Nimanidir sharofati bilan Xudo seni sharmanda qilmadi. Ammo shu bolalaring tufayli jami kamchiliging tashqariga chiqib ketib qoladi. Qizing kuyovnikiga borib qiladi, o'g'ling ko'chaga chiqqanda, jamoaga qo'shilganda yoki bir ayolga ega bo'lganda tomoshasini ko'rsatadi. Shuning uchun hozirchi bolani emas, jon jahding bilan, demak 6 yosh, 4 yosh bolang bo'ladigan bo'lsa, sen hali 30 ga bormagan chiqasanda, tezdan sen o'zingdagi kamchiliklarni yo'qota boshla. Tezdan shu kungacha bo'lgan qaysarliklaringni, chala ishlaringni, uyquchiligingni, dangasaligingni, yolg'on gapirib qo'yishingni, birovning gapini birovga sotib qo'yishingni, yoki eringga tikka tashab gap qaytara olmay tura olmasligingni, mana shu narsalarni tezdan yo'qota boshla. Tezdan sen bolangni tarbiyasi haqida mendan gap so'rama. Sen o'zingni eplashtirishni tezlashtir bolajonim. Men seni o'zingni tarbiya qilay, jonim bolam. Hozir ularchi nima deydi? Hech batareyasi o'lmaydigan kamera seni yozyapti, tinmay yuragiga, aqliga, farosatiga yozyapti. Yozib tashchaga qo'ymaydi bular. Xotira xaltasiga tashab qo'yadi yoki o'zida o'sha narsalargacha immunitetlar hosil qiladi. Masalan, qattiq gapga, yumshoq gapga butun nima deydi, maydonini deylik o'shalar bilan qurollantirib oladi, jonim bolam. Mana deylik yaxshi kitob o'qib turib yoki bo'lmasam Tursunoy opani maktabiga berib o'qib turib, deylik yaxshi qilib olaman vaqti soatida, xuddi 2 oylik oshpazlikni o'rgatganday, 6 oylik chevarlikni o'rgatganday o'rgatib olaman deb g'aflatda qolmagin. Bola tarbiyalash
eng asosiy boshlanishi bolani tarbiya, umuman o'sha bola tarbiyasi o'sha o'zingni iskanjaga olishdir. O'zingni ombur bilan burrab ishlarga majbur qilishdir. Tilingni sozlash, fe'lingni sozlashdir. Mana atrofga nisbatanchi batamom boshqa ko'rinishda ko'rina boshlashdir. Bu o'zgarib ko'rinishda chiroyli gap emasmi? Falonchi boshqacha bo'lib qolibdimi? Desinda. Desachi, debam ba'zan qo'pol gapiradigan qo'pol gapiraveradi, meni borim shu deb turadi. U kallani ishlamasligi, o'sha odamni aqlini noqisligi. Gap o'zgarishda, kunda o'zgar, kunda o'z, kunda taraqqiy qil. Buni bolalar bilib turadi va oldin sen qilgan xatolarni katta bo'lganda qilsa ham orqasidan o'sha xatolaringni qanaq qilib yaxshi tomonga o'zgartirganingni ham ko'rib turgan bo'ladi, uni yozgan bo'ladi. Orqasidan xatosini tuzatishni ham seni eslab turib o'rganib tuzataveradi bolam. Demak, o'zingni tarbiyalashning ham hech ham kechi yo'q. Hech ham kechi yo'q. Aynan. Yana bir SMSda Tursunoy opajon, xo'jayinim bilan turmush qurganimizga 14 yil bo'ldi. 4 ta qizimiz bor. Lekin shu kunlarda yaqindan buyon xo'jayinim bir ayol bilan tanishib qolibdi. Avvaliga yashirincha, hozirda esa ana shu ayol bilan meni yonimda ham oshkora telefonda gaplashadilar. Bir-biriga turli xil SMSlar yozishadilar. Men ko'ra bila turib nima qilishni bilmay qoldim. Maslahat bering deganlar. Juftingni Xudo urib qo'yibdi bolam. Endi hozir mana shu yoshga yetganda uni yo onasini aybi hisobiga, yo otasini gunohi hisobiga, yo o'zi shu yoshgacha ketgan xatolari hisobiga Xudo bir sharmanda qilishni mana shu faslida seni juftingga ro'baro qilib turibdi ekan. Bu jazo bolam. Onamjonim, bu jazo. Ya eringni 4 ta qiz, 4 farishta o'rgilay. 4 ta qiz 4 bog'ni bog'boni. 4 ta qizdan 5 tadan bola tarqasa 20 ta zurriyotni mualliflari ko'zini oldida yashnab turibdi Xudo bergan ne'matlar. Mana shu qizlarni hurmatini ko'rmay ko'zi ojiz, dili ojizlik qilib shu ishni qilibdimi? Sen eringga rahming kelsin. Alloh uni jazolayapti ekan. Endi shundoq qilasan, onamjonim. Qamillamaysan joyingdan. Muomalangni boyagiday qilaverasan. Telefonda gaplashsa indamay chiqib ketaver. Ha sen nimaga indamading chiqib ketdi desa, endi men oldimda tortinmay bemalol gaplashing dedim degin. Ketsa, yo'qolib ketsa, 5 kun kelmasa ham, 10 kun kelmasa ham qadaydiz dema. Umuman bir his qilsin xaridorsizligini. Bir his qilsin keraksiz matoga aylanib qolganini. Lekin kirishga majbur u uyda egasi. U kiritishga majbursan, u seni jufting. Sen undan hozir pattayni ajratolmaysan, ajratma ham. Chunki 4 ta qiz turibdi, boshing egalik bo'lish kerak, qizlarda otasi yonida bo'lish kerak. Sen hozir u er uchun yashayotganing yo'q. Ochig'ini aytay, allaqachondan beri u er uchun yashayotganing yo'q. Bolalar uchun yashayapsan, to'g'rimi? Ayol zoti borki, 20% er uchun yashaydi. 80% o'sha ichidan tushgan tindoq uchun yashaydi. Onamjonim, zor qolganing yo'q unga. Choyini qo'y, nonini qo'y, savol bersa ochiq chehra bilan javob ber. Hayron bo'lib o'lsin, qorni dam bo'lib yorilib o'lsin. Nimaga bu surishtirmayapti desin. Bu nimaga men kerak bo'lmay qoldim desin. Qizlaring bilan chaqchaqlash, sepini qilishda davom et. Agar biror narsa maslahatli bo'lsa, dadasi, oyingiz chiqadigan vaqt bo'ldi. Mana bu narsalarni qaysitasini bu safar olamiz falonchisiga. Mana uni desa, hop bo'ladi degin. Ish buyursa, hop bo'ladi degin. Oldingi ovozlaringdan ham halim ovozda hop bo'ladi. Bugun kelmayman desa, hop bo'ladi. Hop, men aytib qo'yaman degan. Onangizga aytib qo'yaman, falon degan iddao, surishtirish, shikoyat, ko'zingni yoshi ko'rinsa, o'sha 4 tala qizingni muhabbati, 4 tala qizingni boyligi masalan seni urib qo'yadi. Ko'zingda yosh ko'rsatma. Ering jazolanyapti.
Keyingi SMSlar Tursunoy opa, ota-onamiz o'tib ketgan va oilada bittagina akamiz bor edi. Shu akam nimagadir biz qizlarni hech suymaydi. Ammo qayni singillarni shunday suyadiki, buni ko'rib biz haqiqiy singillarni ichimiz og'riydi. Ha. Onajonim, baribir sen yomonsan. Mana shu turishdayam-da. O'rgilay. Haq bo'lsang ham haligi avjing baland seni. Sen kavlab olib borib kennayani birakka chiqaryapsan. O'zi to'g'ri taxmining. Akayni muzlatgan xotini to'g'ri. Har balo bo'lib o'l sen ham. Bitta xotinning ta'sirida hammangdan voz kechib, o'zini dedirtirib yorgan ayol chalik muhabbat ko'rsatib, bittang bir narsani ilinib, bittang bir hol so'rab ilinib yoki bir hech yo'q bir tup rayhonni jo'natib yorib, aka siz rayhonni yaxshi ko'rardingiz, meni rayhonim shunaqa bo'ldi deb eri tomagan bo'lsang har balo bo'l. Har balo bo'l. 7 yot begona chekadan kelgan kelinga akang ham endi bu o'rinda bu ekranda turib o'sha xotinni ko'yiga kirib ketib, umuman jigarini ham tanimay qolgan erkaklarni masalan biz hayvonda oti bilan chaqira olmaymizda uyat bo'ladi. O'rgilay, shu xotinga berilib ketgan akangni qaytarib ilita olmasang, hech yo'q o'sha ayoli ko'rsatganchalik xizmat ko'rsatmayapsan-da. Akangdan faqat mehr so'rayapsan, izzat talab qilyapsan, senga qarashini xohlayapsan, xotinga qaramay qo'yishini xohlayapsan, xotinni seni oldingda urishini xohlayapsan, xotinni yerga o'sha tuproqqa burnini ishqalashini xohlayapsan, o'shanda xursand bo'lishing aniqligi ko'rinib turibdi. Sen mutahamroqsan, menga savol bergan qizim. O'rgilay sendan. Vazifa bugundan boshlab nima qilishsang qil, bitta akani nima uchun otangni o'rnida ko'rib eritmaysan, onangni o'rnida ardog'lamaysan. Masalan, har kuni qo'ng'iroq qilib xabar olishing kerak. O'rgilay, nima ovqating shirin chiqsa bitta chinida ilinishing kerak. Itiga tashlab yorsa ham, yemay qo'ysa ham. Lekin o'sha berish jarayonida orqasidan mungizday qilib kamini aytmasligi kerak. O'rgilay sandan-da. Masalan, jigarni yo'qlab borib, bitta sovg'ani berib turib, endi mana qilib bersangiz desa, u jigarmasda endi. O'rgilay sandan. Mana shu samimiy, agar shu senga pul olib kelsa ham, boshqa qilsa ham, akajon, o'zingizga kerak emasmi? Rostdan kerak emasmi? Ko'ynagingiz mana ko'p qopti-yu. Keling billa chiqib ko'ynaga olaylik o'ziga desin. Qachon menga bitta ko'ynak ham olib bermaysiz, xotiningizga gapiga kirib deb bo'lgandirsan-a? Shunday. Mehr ko'rsat, akayni o'zingga qarat. Endi ana u akayni muzlatib bo'lgan xotin ham bizni eshitib turgandir. Qara, bir erkakni o'ziga qaratib, jami qarindoshlarni teskari qivorgan xotin ham qo'rqinchli-da, Mavluda. Qo'rqinchli-da. O'zingcha yutdim demagin, kelin poshsha. Erim faqat meni deydi demagin, qara, qancha nafratlanib bo'jidan qutulishni yo'lini tushuntiryapmiz. Sen bo'ji. Qayinsinglaringni sendan qutulish yo'lini o'rgatyapmiz. Maza qilyapsanmi shunga? Ay, oldin singlingizdan xabar oling. Inekin meni onamiga billa boraylik. Oldin hayitda singillaringizni bir ko'rib chiqing, undan keyin meni jigarlarimni ko'raylik deb qo'ysang, sen ham Allohni bankasiga pul tashaysan, ham deylik oyog'ing tagdagilarga yoqasan, qayoqqa borsang shu kenna ham onamni o'rnida-da deydigan gapni yuragidan chiqarib aytsa, u baxtga nima yetsin? Hurmatli kelinlar, davom etamizmi? Keyingi SMSlar. Tursunoy opa, dadam vafotidan keyin onam boshqa ro'zg'or qilmadilar, lekin ota uyiga borib yashadilar, meni katta qilib voyaga yetkazdilar. Hozirda esa to'y boshladik. Orzuyim ota eshigidan turmushga chiqish edi va mana shu fikrni aytdim, ammo u yoqdagi buvam ham, amakilarim ham norozi bo'lishyapti. Maslahat bering, buni nima yomon tomoni bor deganlar. Hoy qiz.
indamay tuguningni tugib, o'zingni chiroyli qilib, turmushga chiqayotgan bo'lsang, shu turmushga chiqishni bil. Qayerdan chiqib ketish ishlariga nimaga aralashasan? Onang masalan seni otasiz katta qilish jarayonida ne narsalardan voz kechgan. Hozir endi bitta seni ta'bing uchun u yoqqa borsa, u yopishmayotgan ish bo'lish kerak-da u, har yoqqa borish. Ha. Buvam bilan amakilarim norozi deb esimga. Hozir onang nima bilan rozi bo'lsa, onang o'zi qilmayotgandir buni. Masalan deylik, maslahat nimaga to'xtasa, agar buvang ham hammani norozi qilib shu ishni qilayotgan bo'lsa, buvang noto'g'ri. Lekin odam sendan boshqalar kelishib shu xususga, shu fikrga kelgan bo'lsa, indamay xo'p bo'ladi deysan. Seni otangni ruhi hamma joydan topib qo'llab-quvvatlayveradi inshaalloh. Ruhlar tirik. Sen qayerda bo'lsang, u ota eshigingda emas, otangning ruhi yoningda o'tiribdi hozir. Yoningda, jonim bolam.